Jon dadajon, iltimos qilaman sizdan. Gaplashing. U sizni eshitadi. Faqat sizga yo'q deya olmaydi. Jon dadajon, iltimos. Men uchun bir marta kirib gaplashing dadajon. Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, o'zingni bosib ol, xo'pmi? Bo'ldi, gaplashaman. Bo'ldi, Oydin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelinglar. O'tirib turinglar. Men hozir. Xo'p, rahmat. Xo'p. Mana bo'ldi. Sizga yoqdimi? Ha, juda ham rahmat. Arzimaydi. Dinara, Chiroylisan. Xullas opa, shunaqa gaplar. Erim o'shani ketidan qolmayapti. Hatto bolasini ham o'ylamay qo'ydi opa. Hozir bunaqalar ko'payib ketdi. Xotini bormi, yo'qmi qarab ham o'tirishmaydi. Shartta boshini aylantirib yopishib olishadi. Benomuslar. Nimasini aytasiz? Qaniydi shularga chora ko'rib bo'lsa. Ularga o'xshab shallaq emasman-da. Bo'lmasa sochini bittalab yulardim. Ularga foydasi yo'q. Balki aybni o'zingizdan qidirarsizlar? Menga gapiryapsizmi? Ha, birovga aybni to'nkash oson. Aslida muammo uyda bo'lsa-chi? Bu bilan siz nima demoqchi bo'lyapsiz o'zi? Agarda erkak uyda kerakli mehrini topa olmasa, keyin ko'chadan qidirishni boshlaydi. Ko'chada sizga o'xshab o'zini hurmatini bilmaydigan, hayosi yo'q oyimchalar to'lib yotibdi. To'g'rimi? Bu nima deganingiz? Og'zingizga qarab gapiring. Voy uzr. Gapingizga qaraganda siz ham ikkinchisi bo'lsangiz kerak deb o'ylabman. Doktor, qizimning ahvoli qanchalik